Renddagi bozorimiz misli ko'rilmagan narxlari bilan tanishib chiqamiz yana bir bor. 8,5 mingdan narx. Ranglari siyroq. Kamzirlar 11 ming so'mdan mana. Bu yerda qanaqadir to'polon bo'lyapti-kan. Nech pul ekan? Ayollarda zenfirlar. Xitoy. Nech pul ekan narxi? Hamma qo'llagancha ekan narxi. Xitoy zenfirlar 80 ming so'm tanlab olish mana. Moslab olamiz. To'polon qilib olishyapti. 6 ming so'mdan mana ko'ylakchalar. Samalar 12 ming so'mdan. Rasvetkilari bor. Palasalar 8 ming so'mdan. Rasvetkalari bor. Mana 6 ming so'mdan tepaliklar. Qizchalarga bolalarga bor. Kamzirlar 10 ming so'mdan. Zamogulari ham bor ekan. Telefon nomerlari 88lik. Palasalar 10 ming so'mdan. Ranglari bor. Bunga obzorimiz qo'ldan kelgancha detskini obzor qilib beramiz. Detski so'raganlar ko'p. Qizchalarga 16 ming so'mdan. Mouse tepa pastda chiqdi mana yangilik 26 ming so'm. Palasalar 12 ming so'mdan. Nachos. Taqib yozib berardim. Ahmal ishtonchalar chiqdi. Ishtonchalar 6 ming so'mdan. Optimga faqat. Sochiq ishlab chiqaruvchilarim bor ekan mana. Turudan bor sochiqlar. Trenddagi ishlar. 55 ming so'm ekan narx. Padraskoy. 2-sinf ekan. Ranglari bor. O'zimiz toychoq shetda mana bozor ichida. Mana troykalar sochilyapti, mana troykalar sotilib bo'ldi bular. 28 mingdan tugadi. Velvet ko'ylakchalar 55 ming so'm. 10 yoshgacha. Bu bozorda tojiklar olib bo'ldi mana yuklarni. Tojiklar olyapti. Soat 8 bo'ldi. Yig'ishtiradiganlar yig'ishtirib, mana tugaganlar ketyapti. Mana bu o'zimning ishlarim. Har doimgidek qurudan bor. Narxlari 15 ming so'm, 23 ming so'mdan velvetlar. Nachos. Bundaki men joyimga kelmoqchi bo'lsa, mana shu karusel avtobusdan to'g'ri kelasizlar. Mana shu yerda o'z ishlarim ilib turgan bo'ladi. Mana bu yerda yo'ldamda darvozadan kirsalang, mana bu yerda men joyim.